Davom etamiz. Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi Jizzax viloyat bo'limi bugungi kunda hududdagi huquq-tartibot organlariga sud ekspertizasi sohasida xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda markaz faoliyatiga yana bir yangi yo'nalish sud yong'in ekspertizasi ham qo'shildi. Batafsil ma'lumotlar bilan muxbirimiz. 2017 yil tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi Jizzax viloyat bo'limi bugungi kunda hududdagi huquq-tartibot organlariga sud ekspertizasi sohasida xizmat ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda bo'limda 9 nafar malakali xodim faoliyat yuritib, turli yo'nalishlarda ekspertiza va tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Markaz mutaxassislari tomonidan sud avtotexnika ekspertizasi, sud qurilish texnik ekspertizasi, sud iqtisodiyoti va tovarshunoslik ekspertizasi hamda xatshunoslik yo'nalishlarida tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur ekspertizalar orqali turli sud ishlarida haqiqatni aniqlash, dalillarni ilmiy asosda o'rganish va adolat qaror topishiga xizmat qilmoqda. Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi Jizzax viloyat bo'limi sud iqtisodiy, sud tovarshunos ekspertiman. Iqtisodiyot sohasidagi ekspertizalarni baholashda biz sud iqtisodiy ekspertizasidan foydalanamiz. Ya'ni ish holatlarini aniqlashga qaratilgan iqtisod sud eksperti tomonidan maxsus bilimlar asosida ekspertiza tadqiqotlari o'tkazish va xulosa berishdan iborat protsessual harakat bu sud iqtisodiy ekspertizasi deb yuritiladi. Namunaviy nizomning 13-bandiga asosan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati hamda advokatlar so'roviga asosan ham shartnoma asosida tadqiqotlar o'tkazish hamda mutaxassis fikri berilishini bildirib o'tamiz. Endilikda markaz faoliyatiga yana bir yangi yo'nalish sud yong'in ekspertizasi ham qo'shildi. Ushbu yo'nalishda yong'inlarning kelib chiqish sabablarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi. Bu esa sud tergov jarayonlarida ishonchli va aniq xulosalar tayyorlash imkonini beradi. Yong'in texnikaviy ekspertizasi bizda ochildi hozirgi kunda. Bu yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar olib boryapmiz. Bunda asosan qanaqa ishlar kelishi mumkin? Yong'in bo'yicha yong'inning sababini aniqlaymiz, yong'inning o'chog'ini aniqlaymiz, yong'inning tarqalish yo'nalishini aniqlaymiz va yong'inning o'z-o'zidan bo'lgan yoki bo'lmaganini aniqlaymiz. Shuningdek, bizda yana yong'indan tashqari elektrotexnikaviy ekspertiza yo'nalishimiz ham bor. Bunda elektrotexnikaviy yo'nalishda biz elektr jihozlarning soz yoki nosoz holatdaligini va ulardan yong'in kelib chiqqan yoki kelib chiqmaganligini aniqlaymiz. Fuqarolarga ularning murojaatlari bo'yicha o'rganishlar davomida vaziyatlar va vazifalarimiz haqida xulosalar beramiz. Bugungi kunda markaz zamonaviy yondashuv, malakali mutaxassislar salohiyati orqali hududda qonun ustuvorligini ta'minlash hamda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Bu kabi xizmatlardan nafaqat davlat tashkilotlari, balki fuqarolar foydalanishlarida ham qonun ustuvorligini ta'minlab beradi.